Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun shunday bir mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizni, ayniqsa uy-joy egalarini jiddiy tashvishga solishi mumkin. Gaz hisoblagich bilan bog'liq tekshiruvlar, katta jarimalar va hatto kvartiradan ayrilib qolish xavfi haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, sizga kutilmaganda shunday bir xat keladiki, unda sizdan millionlab, hatto 10 millionlab so'm jarima talab qilinadi. Sababi esa gaz hisoblagich bilan bog'liq bo'ladi. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Keling, kechiktirmasdan boshlaymiz. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi? Hozir qanday bo'ldi? Keling, avvalgi holatni ko'z oldimizga keltiraylik. Ilgari gaz hisoblagichlarga e'tibor unchalik kuchli emas edi. Ko'pchilik hisoblagich xato ko'rsatsa, uning muhri shikastlansa yoki umuman ishlamay qolsa ham undan foydalanishda davom eta olardi. Jarimalar ham nisbatan kichik edi. Odamlar ko'pincha bu muammoni joyida. Ya'ni gaz ta'minoti idorasining mahalliy xodim bilan kelishuv yo'li bilan hal qilib yuborishga harakat qilishardi. Bu tizimda afsuski korrupsiya va iste'molchilarning huquqlarini buzish holatlari tez-tez uchrab turardi. Ba'zi iste'molchilar esa bilib bilmay hisoblagichga aralashishga, uni sekinlashtirishga yoki to'xtatishga urinishardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat gaz iste'molini nazorat qilishni keskin kuchaytirdi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etildi. Hozirda aksariyat hisoblagichlar aqlli deb ataluvchi tizimga ulangan bo'lib, ular iste'mol ma'lumotlarini markaziy serverga avtomatik tarzda uzatadi. Bu esa har qanday aralashuvni yoki noto'g'ri ishlashni juda tez aniqlash imkonini beradi. Qolaversa, qonunchilikka ham o'zgartirishlar kiritildi. Hisoblagich bilan bog'liq har qanday qoidabuzarlik uchun jarimalar miqdori bir necha barobar oshirildi va javobgarlik yanada keskinlashdi. Endi gap shunchaki mayda jarima haqida emas, balki mulkingizdan ayrilib qolish xavfi haqida ketmoqda. Bu shunchaki o'g'ri emas, balki shok holati. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga xavotirga o'rin yo'q? Bu yerda har bir tafsilotni bilishingiz kerak. Chunki ba'zan eng kichik bir e'tiborsizlik sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? 1. Eski rusumdagi kalibrlash muddati o'tgan hisoblagich egalari. Asterisk, agar sizning uyingizda 10-15 yil avval o'rnatilgan yoki undan ham eski hisoblagich bo'lsa, uning kalibrlash muddatini tekshiring. Hisoblagichning pasportida yoki uning korpusida oxirgi kalibrlash sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Agar bu muddat o'tgan bo'lsa, siz allaqachon qonunbuzarlik holatiga tushgansiz. Gaz ta'minoti korxonasining nazoratchisi kelib buni aniqlasa, sizga butun o'tgan davr uchun odatda 3 yilgacha qayta hisob-kitob qilinadi. Ya'ni siz foydalanmagan gaz uchun ham to'lov talab qilinadi. Real hayotdan misol bir Toshkentning eski mahallaridan birida yashovchi Muzaffar akaning uyida 2005 yilda o'rnatilgan mexanik gaz hisoblagich bor edi. Uning kalibrlash muddati 2021 yilda tugagan, ammo Muzaffar aka bunga e'tibor bermagan. U doim o'z vaqtida gaz uchun to'lov qilib kelgan. 2022 yilda uyga hudud gaz ta'minot xodimi kelib hisoblagichni tekshiradi va uning kalibrlash muddatining o'tib ketganligini aniqlaydi. Natijada Muzaffar akaga 2014 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davr uchun uyining maydoni va yashovchilar soni asosida 6 million so'm qayta hisob-kitob va jarima yoziladi. Bu summani eshitib Muzaffar aka shokka tushadi, chunki bu uning nafaqasiga nisbatan juda katta miqdor edi. 2. Muhri buzilgan yoki shikastlangan hisoblagich egalari. Hisoblagichdagi muhrlarning butunligi juda muhim. Ular hisoblagichga tashqi aralashuv bo'lmaganligini kafolatlaydi. Agar muhrlardan biriga ozgina shikast yetgan bo'lsa ham, masalan, yorilib ketgan, tishlangan, rangi o'zgargan bo'lsa, bu darhol qoidabuzarlik hisoblanadi. Sizning men bilmasdim yoki tasodifan bo'lgan degan bahonalaringiz inobatga olinmaydi. Muhri shikastlangan hisoblagich avtomatik ravishda noqonuniy iste'mol hisoblanadi. Real hayotdan misol 2. Qashqadaryo viloyatida yashovchi Ganishar akada shunday holat yuz berdi. Uning uyiga gazchi kelib hisoblagichni tekshirayotganda, u hisoblagichning muhri salgina shikastlangan. Ya'ni deyarli ko'rinmas darajada yorilib ketganini ko'rsatadi. Ganishar aka bu to'g'rida hech qanday ma'lumotga ega emas edi. Hattoki uyini ta'mirlatganda ham bunga e'tibor bermagan. Ammo gaz xodimi zudlik bilan dalolatnoma tuzib, bunga qadar bo'lgan 3 yillik iste'mol uchun darrov 5 million so'm jarima hisoblaydi. Bu holatda hisoblagichning o'zi to'g'ri ishlagan bo'lsa ham, muhri shikastlangani uchun jarima qo'llanilgan. 3.
astrosk hisoblagichga biron bir tarzda aralashgan yoki uni noqonuniy ulagan shaxslar bu eng jiddiy qoidabuzarlik hisoblanadi. Agar hisoblagichga magnit qo'yish, uning ichki mexanizmiga aralashish, simlarni o'zgartirish yoki hatto hisoblagichdan oldin quvurdan noqonuniy ravishda gaz tortish aniqlansa, bu nafaqat katta jarima, balki jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda hisoblagich orqali iste'mol qilingan gaz miqdori emas, balki qonunbuzarlik aniqlangan paytdan boshlab quvurning maksimal o'tkazuvchanligi asosida butun davr uchun hisob-kitob qilinadi. Bu esa astronomik summalar degani. Astronomik real hayotdan misol uchun Samarqandda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi bir fuqaro ishlab chiqarish sexini gaz ta'minoti tarmog'iga ruxsatsiz ulagan. Uning hisoblagichi bo'lmagan. Bir kuni reyd paytida bu noqonuniy ulanish aniqlanadi. Natijada bu shaxsga 1 yil davomida quvurning maksimal o'tkazuvchanligiga asoslanib 300 million so'mdan ortiq jarima hisoblanadi. Bundan tashqari unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu holatda nafaqat moliyaviy yo'qotishlar, balki ozodlikdan mahrum etish xavfi ham yuzaga keldi. Kimlarga xavotirga o'rin yo'q? Aqlli hisoblagich egalari. Agar sizning uyingizda zamonaviy, masofadan turib ma'lumot uzatuvchi aqlli hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa va u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bu hisoblagichlar barcha ma'lumotlarni avtomatik uzatadi va har qanday aralashuvni darhol markazga bildiradi. Ular kalibrlash muddati yaqinlashganda ham avtomatik ogohlantirish berishi mumkin. Eng muhimi, uni buzishga yoki aralashishga urinmaslik kerak. Ikki muntazam ravishda tekshirilgan va kalibrlangan hisoblagich egalari. Agar siz eski rusumdagi hisoblagich egasi bo'lsangiz ham, uni muntazam ravishda belgilangan muddatlarda kalibrlatgan bo'lsangiz, hammasi joyida. Buning tasdiqlovchi hujjatlaringiz, ya'ni kalibrlash to'g'risidagi sertifikatingiz bo'lishi kerak. 3. Yangi o'rnatilgan va muhri butun hisoblagich egalari. Yaqinda yangi hisoblagich o'rnatgan bo'lsangiz va uning barcha muhrlari butun bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Faqat keyingi kalibrlash muddatini esdan chiqarmang va uni muntazam ravishda tozalab turing. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu qismda sizni ogohlantirmoqchiman. Hatto barcha qoidalarga rioya qilsangiz ham ba'zida kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bir astronomik hisoblagichning shikastlanishiga gaz ta'minoti xodimlarining aybdorligi. Ba'zan hisoblagichning muhri yoki korpusi gaz ta'minoti xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ta'mirlash, tekshiruvlar yoki o'rnatish ishlari paytida shikastlanishi mumkin. Agar bunday holat yuz bersa va siz buni darhol dalolatnoma tuzdirib rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, keyinchalik buni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Tuzoq agar gaz xodimi sizning uyingizda ishlagandan so'ng hisoblagichda biron bir o'zgarish sezilsa, masalan, qanaqadir yorilish, muhring notekis joylashuvi, darhol xodimning o'zi bilan birga dalolatnoma tuzdirishni talab qiling. Agar u rad etsa, unda boshqa guvohlar ishtirokida rasmiylashtirishga harakat qiling va fotosuratga oling. Aks holda keyinchalik siz aybdor bo'lib chiqishingiz mumkin. 2. Astronomik sizdan oldin yashagan shaxsning qonunbuzarliklari. Siz kvartira sotib oldingiz. Unga ko'chib kirdingiz va 1 yildan so'ng sizga jarima xati keladi. Ma'lum bo'lishicha, sizdan oldin yashagan uy egasi gaz hisoblagichga aralashgan yoki uning kalibrlash muddatini o'tkazib yuborgan. Nuans. Qonun bo'yicha gaz uchun to'lov majburiyati gazdan foydalanuvchiga yuklanadi. Ammo bu kabi holatlarda hudud gaz ta'minot ko'pincha hozirgi uy egasidan jarimani talab qiladi. Siz sud orqali oldingi egasidan pulni undirishingiz mumkin. Ammo dastlab jarima yukini o'zingiz ko'tarasiz. Tuzoq kvartira sotib olayotganda gaz hisoblagichining holatini, kalibrlash muddatini, muhri butunligini albatta tekshiring. Oldingi uy egasidan gaz qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumotnoma talab qiling. 3. Aqlli hisoblagichlarning nosozliklari. Yangi aqlli hisoblagichlar ham nosozlikka uchrashi mumkin. Masalan, u noto'g'ri ma'lumot uzatishi, o'z-o'zidan o'chib qolishi yoki umuman ishlamay qolishi mumkin. Nuans. Agar sizning aqlli hisoblagichingizda nosozlik yuz bersa, uni o'zingiz tuzatishga urinmang. Darhol hudud gaz ta'minotga murojaat qiling va nosozlik haqida xabar bering. Murojaatingizni yozma ravishda yoki elektron shaklda qoldirib, uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatni oling. Aks holda nosozlik davrida iste'mol qilingan gaz uchun qayta hisob-kitob qilishlari mumkin. Tuzoq. Ko'pchilik o'z-o'zidan tuzalib qolar deb kutib o'tiradi. Bunday qilmaslik kerak. Har qanday nosozlik haqida tezda xabar berish juda muhim.
Daftar, aholining huquqiy savodsizligi. Ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaydi va gaz ta'minoti xodimlarining har qanday talabiga so'zsiz rozi bo'ladi. Aslida nuans sizga nisbatan qonunga xilof harakatlar amalga oshirilayotganini sezsangiz, masalan, hujjatlar ko'rsatmasdan uyingizga kirishga harakat qilsalar, dalolatnoma tuzmasdan hisoblagichni olib ketmoqchi bo'lsalar, bunga yo'l qo'ymang. Siz ulardan xizmat guvohnomasini va gaz ta'minoti korxonasidan berilgan tegishli buyruqni ko'rsatishni talab qilishga haqlisiz. Astrosk tuzoq, gaz xodimlarining har bir harakatini kuzatib boring. Dalolatnoma tuzilayotganda undagi har bir bandni diqqat bilan o'qing. Agar siz rozi bo'lmasangiz, imzo qo'ymang va o'z e'tirozingizni yozma ravishda dalolatnomaga kiriting. Guvohlarni chaqiring va ularning ishtirokida barcha holatlarni qayd eting. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Ashrak, endi eng muhim qismga keldik, amaliy tavsiyalar. Vaziyatga tushmaslik yoki undan eson-omon chiqish uchun nima qilish kerak? Bir shak hisoblagichingizni tekshiring. Astash, hisoblagichning pasportini toping yoki uning o'zida yozilgan oxirgi kalibrlash sanasini aniqlang. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. Astash, muhlarning butunligi. Astash, barcha muhlarning joyida va shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Eng kichik yo'riq yoki tirnalgan joy ham muammo tug'dirishi mumkin. Astash, jismoniy holati hisoblagichning korpusida hech qanday shikast, yo'riq, teshik yo'qligini tekshiring. 2. Asl hudud gaz ta'minotiga murojaat qiling. Muddati o'tgan hisoblagich uchun. Agar kalibrash muddati o'tgan bo'lsa, mustaqil ravishda hudud gaz ta'minotining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Ulardan hisoblagichni yechib olish, kalibrlashga topshirish va qayta o'rnatish tartibi haqida ma'lumot oling. Har bir qadamingizni yozma ravishda rasmiylashtiring. Shikastlangan yoki nosoz hisoblagich uchun. Agar hisoblagich shikastlangan bo'lsa yoki ishlamay qolgan bo'lsa, uni o'zingiz tuzatishga urinmang. Darhol gaz ta'minoti xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Birim kod raqamlari orqali va nosozlik haqida xabar bering. Murojaatingiz ro'yxatdan o'tganligini va unga javob berilganligini tasdiqlovchi hujjatni saqlab qo'ying. O'ttiz hujjatlarni to'plang va har bir qadamni hujjatlashtiring. Asosiy hujjatlar, pasportingiz nusxasi, uyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr, order, gaz hisoblagichning pasporti agar mavjud bo'lsa, oldingi gaz to'lovlari kvittansiyalari, astirish rasmiy murojaatlar. Hudud gaz ta'minotiga qilgan barcha yozma murojaatlaringizning nusxasi, ularning sizga bergan javoblari. Barcha murojaatlaringizni 2 nusxada tayyorlang, birini o'zingizda saqlab. Ikkinchisiga ularning kiruvchi raqami va sanasi bilan belgi qo'ydirib oling. Fotosurat va videolar, hisoblagich holatini, muhri, raqamlari, shikastlanishlari fotosuratga yoki videoga oling. Ayniqsa, gaz xodimlari ishlayotgan paytda ular bilan kelishuv orqali barcha jarayonni tasvirga olishga harakat qiling. Bu keyinchalik sizning haqligingizni isbotlashda yordam beradi. 4. Agar jarima tayinlansa, shoshilmang. Dalolatnomani o'qing. Sizga ko'rsatilgan dalolatnoma va hisoblangan jarima miqdorini diqqat bilan o'rganib chiqing. Agar siz rozi bo'lmasangiz, uni imzolashdan bosh tortishingiz va o'z e'tirozingizni yozma ravishda dalolatnomaga kiritishingiz mumkin. Mutaxassis maslahati, yurisprudensiya bo'yicha mutaxassis, advokat yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakili bilan maslahatlashing. Ular sizning vaziyatingizni baholab, qonuniy yo'l bilan qanday himoyalanish mumkinligini aytib berishadi. Yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat, hudud gaz ta'minotining yuqori turuvchi boshqarmasiga, energetika vazirligiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga yoki prokuraturaga yozma shikoyat bilan murojaat qiling. Shikoyatingizga barcha hujjatlaringiz nusxasini ilova qiling. Sudga murojaat. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa, sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishdan tortinmang. Ko'pchilik sudga berishdan qo'rqadi. Ammo bu sizning so'nggi va eng samarali himoya vositangiz bo'lishi mumkin. Sud orqali adolatni tiklash va noqonuniy jarimalarni bekor qilish imkoniyati mavjud. 5. Kvartira sotib olayotganda yoki ijaraga olayotganda. Oldingi egalaridan gaz qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumotnoma talab qiling. Hisoblagichning kalibrlash muddatini, muhr butunligini albatta tekshiring. Hatto yangi hisoblagich bo'lsa ham buni bajaring. Agar shubha tug'ilsa, hudud gaz ta'minot vakilini chaqirib, uning ishtirokida hisoblagichni tekshirtiring. Asosiy xulosa va yakuniy murojaat, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gaz hisoblagich bilan bog'liq masalalarga yuzaki qaramang. Bu sizning moliyaviy holatingizga va hatto mulkingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
eng muhimi hushyor bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va doimo har bir harakatingizni hujjatlashtirishdir. Eng kichik shubhada ham tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. Qonun doirasida harakat qilsangiz, hech qanday gaz ta'minoti korxonasi sizga nohaq jarima sola olmaydi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatga tushgan bo'lsangiz, o'z hikoyalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularni o'rganib chiqishga va birgalikda yechim topishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun juda muhim ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.